Assalomu alaykum. Biz dersimizde sınıfta kitapxonlar deb bir appni qurib chiqqandik. Shu appninki qurilish jarayonini men bu videoda tafsiliy tanishtirib chiqaman. Bu appning dastlabda biz bugungi darsimizda bosh betninki loyihasini qilamiz. Bosh betni qurish uchun bir qancha qadam bosqich bor. Cho'ng qadam bosqichlar yangi appdan birini quramiz. Andan uningga kerakli ruxsatlarni manifest hujjatda ochamiz. Andan bosh betninki ko'rinish loyihasini qilamiz. Anadan keyin buning bosh betda ko'rsatadigan uchurlarni to'g'ridan erish uchun sonliq ma'lumotlar ustida mashg'ulot qilamiz. Endi bu ushaq qadam bosqichlar bosh bet loyihalash deganning ichida endi bu bosh betimiz bizningki 4 bo'lakdan tarkib topadi. Birisi serilma rasm yoki slayder deymiz. İkincisi kitap tizimliki, üçüncüsü avtor tizimliki, dördüncüsü yazmalar. Bunun içinde serilma resim, view pager orqali amalga oshiriladi. View pagerning ichida biz bir qancha bet rasmlarni ko'rish uchun fragment state adapter deganni ishlatamiz. Ondan har bir bet uchun, har bir betdagi rasmni ko'rish uchun fragment loyilashimizga to'g'ri keladi. Şuna bu view pager için biz bir tal adapter, yana bir tal fragment qurishimiz to'g'ri keldi. Ondan kitap tizimliki, avtor tizimliki degandek narsalarni biz bir tal horizontal scroll view'dan ishiga liner layout yerleştirib, uning ishiga tizimlikdagi kitoblarni ko'rsatadigan yoki tizimlikdagi avtorni ko'rsatadigan shu rasmlarni ko'rsatsak bo'ladi. Endi yozmani ko'rsatish uchun biz recycler view ishlatamiz. Recycler view'ning ichida biz yozmalarni ko'rish uchun Recycler view adapterini qo'llanishimiz to'g'ri keldi. Endi sonliq ma'lumot qismida biz to'g'ridagi sonliq ma'lumotlarning qurilmasi bo'yicha avval model qurib olamiz. Kelgan sonliq ma'lumotlarni biz bir view modelining ichida elib olamiz. Endi bu view modelining ichida bo'lgan o'zgarishlarni bosh betning activity'da bir tal sonliq ma'lumot ko'rsatkichi yoki observerdan bir yerlashtirish orqali uning ichida kuzatib sonliq ma'lumot kelgandan keyin shu sonliq ma'lumotni biz ustida layihadagi ko'rinishda ko'rsatib chiqsak bo'ldi. Bu qilgan qadam bosqichlar shular. Endi bu bugungi darsimizga kerakli ambarlar birisiga HTTP degan ambarni biz internetdan sonliq ma'lumotlarni tatbiq qilish uchun buni ishlatamiz. Anda resimlarni, to'g'ridagi resimlarni ko'rish uchun Picasso ishlatamiz. JSON formatidagi ma'lumotlarni o'zimizning modelga aylantirish uchun JSON degan bir ambarni Google'dan ta'minlagan ambarni ishlatamiz. Endi biz birinchi bosqich appni qurish degandan boshlab ketaylik. Android Studio'ni ochgandan keyin New Project deganni besib biz buning ichidan Navigation Java Activity deganni tanlaymiz. Bu appning ismini kitapxonlar deb qo'yaylik. Bu holatda qo'yib qo'ygandan keyin ham yerga o'zinglar bo'la qismini ma'lum shirkatning nomida yoki o'zingizning shaxs nomida bu shaklda qursanglar bo'ldi. Qurib bo'lgandan keyin finishni besib biz appninki qurilishini saqlaymiz. App qurilib bo'lgandan keyin biz birinchi bosqichni tugatgan bo'ldik. Buni men belgi qo'yib o'tay. Hamda ikkinchisi internet ruxsati, HTTP ruxsatini echish deganni qilib o'taylik. Buni qilish uchun biz manifest widgetni echib, buning ichida shu belgidan qo'ysanglar, use permission degan narsa birinchi qurilib ko'rindi. Endi buningga biz qaysi ruxsatni ishlatamiz? Internet ruxsatini ishlatamiz. Endi buni taqib etsak bo'ldi. Endi bizningki bugungi darsda ishlatadigan tor adresimizda SSL ishlatilmagan. Shuning uchun SSL bo'lmagan. Ya'ni tor bekat ismi HTTPS deb boshlanmaydigan, HTTP deb boshlanadigan tor bekatni appning ziyorat qilish uchun biz clear text traffic degan narsaga ruxsat berishimiz to'g'ri keldi. Shunga bu use clear text traffic degan narsaga
bu true deb bu narsani qo'shib bersak, bizning bu yerda internet ruxsati, HTTP ruxsati HTTP qadammi tamomlangan bo'ldi. Endi bayatın deganimizdek biz endi bu appning ichida mau 3 tal ambar ishlatdik. Şuna endi o 3 tal ambarniki birisi OK HTTP 3. Endi bu ambarni qanday ishlatishni asla OK HTTP 3 deb Android deb izlansanglar chiqadi. Ama shuning o'zini ko'chirib buni shu grade hujjatlarning ichidagi modul degan ichidagi miyaga qo'shib etdik. OK HTTP 3 ning ishi tugadi. İkinci birisi Picasso degan ambar. Onu mu Android Picasso deb izlasak bo'ldi. Bu chiqqan ekan endi. Buni qo'shish uchun bu holatda qo'shsak bo'ladi. Buning nashr nomerini GitHub betini yechib ko'rib olsanglar bo'ldi. Buning bu yerda nashr nomeri qo'shilgan shaklima yozilib bor ekan. Mana ko'chirib oldim. Buni mu bu yerga yopishtirib etdik. Endi uchinchi bir ambarimiz Android deb JSON deb ma'noda tizimlar bo'ldi. Endi buningki qo'shilgan kodimiz bu. Bu implementation degan narsani o'xshashlarga qo'shib etdik. Demak, OK HTTP Picasso JSON 3 narsani qaytib qo'ygan ekan. Async now degan narsani besib etdik. Shuning bilan bu ambarni bizning appga bu qo'shib berdi, to'g'ridan tushirib. Bu bosqichda gap bo'ldi. Endi kerakli ambar buni qilib qo'ygan bo'ldik. Endi boshpet laylashga tushaydi. Boshpet laylasini biz burun sınıfta dersimizde kaldık. Şimdi ama gördüğünüz gerek ko'p vaqt ajratib yurmayman. Ama ko'rdingizlarni shu burun biz laylab qo'ygan hujjatning ichidan ko'chirib kelay. Bizning asosli ekilgan narsamiz fragment homening ichidagi kodlarni ko'chirib kelsak bo'ldi. Hozir mana qizil chiqib qolgan narsalar bizning bu resource hujjatimizning ichida yoki manba hujjatimizning ichida yo'q narsalar. Buni ko'chirib kelishimizga to'g'ri keldi. Shu men mana elitib turay hozircha. Asosliq bir tal serilma, ana keyin ikki tal bu kitoblar bilan avtorlarninki tizimlikni ko'rsatadigan ikki tal ko'rsatuvchi view, uning asli recycler view bor. Endi bu betning loyihasi tugab bo'lgandan keyin endi serilma bet buning kerakli bosh betninki kodni ko'chirib kelib bo'ldik. Endi serilma rasmlar uchun view pager kirib bo'ldik. Endi buningga fragment state adapterdan bir tal, ondan bir tal fragment qurishimiz to'g'ri keldi ekan. Endi fragment state adapter degan narsa biz view pagerdan ichida bir narsa ko'rish uchun shunday adapterdan birini loyilashga to'g'ri keldi. Buni homening ichida biz yangi Kotlin hujjatdan birini quraylik. Slider adapter deb qo'yayman. Buning tipi nima bo'ldi ketsanlar fragment state adapter bo'ldi.
Endi fragment state adapterning ichida ikki tal narsa, birisi fragment manager bilan, ikkinchi birisi life cycle degan ikki parametr bo'lishi kerak. Shuning uchun mana slide adapterning ichiga biz fragment manager and then life cycle bu ikki narsani kirgizib qo'ydik. Ikki parametr kirgizib, hamda h parametrining o'zini mana bu tirnoqning ichiga yozsak bo'ldi. Life cycle. Bu şekilde yazıp bo'lgandan keyin hamda biz mana bunu desep, bunun kerakli ikki tal a'zosi bor. Buni akirib etaylik. Buni akirib etgandan keyin hamda bu yerda bu birisi item count deydi. Mana necha bet ko'rsatmoqchi bo'lsak, shuningki sonini erishimiz to'g'ri keldi. Ikkinchi birisi hamda mana fragment temirni qurib chiqqan her bir betni ko'rsatadigan fragmentni bu yerda qaytarishimiz to'g'ri keldi. Şunda bu meseleni hal qilish uchun biz ma'ning ichiga yana bir tal parametr qo'shamiz. Ya'ni buningga biz sliders deb yoki seriallar deb bir tal parametr qurib qo'yaylik. Buning tipi nima bo'lsin desanglar, shu slider tipli bo'lsin. Endi bu slider degan narsani biz hozir model qurib, model orqali izolaymiz. Endi bu slider degan narsaning tipi qanday holatda izolanishi kerak desanglar, uni qilish uchun biz to'rdan keladigan bizning appda ishlatiladigan sonliq ma'lumotlarni ta'minlab beradigan to'rdagi narsani mana bu postmanda ko'rib boqaylik. Men bu API'ning ichiga bir tal all deb biz kerakli narsalarning hammani birlam iltimos bilan ekiladigan API yozib qo'ydim. Yo'llaylik. Buni yo'llasak, hozir mana ko'rganingizlik buningda aptordan tizimlik keldi. Ondan sliders deb mana ustidagi serialma suratlardan tizimlik keldi. Ondan kitoblardan tizimlik keldi. Ondan keyin yozmalardan tizimlik keldi. Ondan keyin bu kategoriyalardan tizimlik keldi degandek. Bu 1 2 3 4 5 narsani ham shu birlam API'da aldan qilib qo'ydim. Biz sinfda mashq ishlagan vaqtimizda bu appni dastlab qurib chiqqan vaqtimizda bu har birisi uchun ayrim mandaq bu holatda qilgan to'q. Men hamda bu kitoblarni ayrim, avtorlarni ayrim mandaq akab tushmay, uning hammasi uchun all deb bir tal API yozib qo'ydim. Shunga hamda shuning ichidan biz o'zimizga lozimli narsalarni ayırib olsak bo'ldi. Endi buning qurilmasi qanday bo'ldi desanglar, bir tal JSON obyektning ichida 1 2 3 4 5 a'zo bor. Hamda har bir a'zoning ichida bunday qator holatda shu a'zoninki elementlari bor. Masalan, biz hozir slider degan modelni qurmoqchi bo'lsak, slider deganning ichida nima bo'lishi kerak desanglar, buningda masalan her bir serialma resimninki ret numeri, qurilgan vaqti, tahrirlangan vaqti, ondan keyin buning mavzusi, ondan resimning adresi, biz resimni boshqa vaqtda ulanmay ishlamdi yoki betning ichidagi yozmalar ishlamdi degan narsani bilish uchun URLda bir tal element bor. Undan boshqa URL degan narsa, agar biz bu resimning o'zini bossak, ayrim bir tor bekat adresi ishlangan bo'lsa, o adresni saqlash uchun bu yerga bir tal yana bir tal element bor. Ananki red degan shu bizningki serialimizningki
qaysi o'rinda ko'rinishini kontrol qilish uchun bu yerda raddab batal element va bu holatda demak biz shu 1 2 3 4 5 6 7 8 tal narsa orqali bir model qursak bo'ldi. Bu modeldagi id'dan boshqa hamma elementlarning tipini string qilib qo'ysanlar bo'ldi. Endi bu modelni biz burunqi darsimizda qurgan to'q shuning uchun u modelni ayrim yazib tushunmay yaşlılar. Ekersek buldu. Ben o model deganni açıdaki mesela slider degan qarayli. Qarasanlar id title image is URL red debdi ama o qulga vaqti tuzilgan vaqti degan narsani ishlatgandan keyin endi u narsani modellanishda izohimiz ham bo'ladi. Hemen bunun o'zini ko'chirib hem app'ning ichida modellash uchun bir tal Kotlin widget qurayli. Modullar bo'lsin, widgetning ismi. Endi buning ichiga dastlabda slider degan narsani ekeldik. Endi mana slider degan narsa Androidning o'zida sliderda bir qanday obyekt bor ekan, shu ikkisining aralashib ketmaslik uchun men buni book slider deb quray. Book slider deb qursam aralashib ketmaydi. Book slider dedim. Endi bizning bayatın qurib olgan mana bu slider adapter deganninki mod tipi. Qarasanglar buningki hozir Androidning material degan narsa slider deb bir narsa bor ekan. Shunga biz endi uni ishlatmaymiz. Hozir book slider deb o'zimizdan qurib olgan obyektni yozdik. Endi bu holatda qurib bo'lgandan keyin mana bu elementlarning soni degan narsaga nimani qaytaramiz desanglar, shu slider nechta tal sliderimiz bo'lsa, shuni qaytarsak bo'ldi. Shu buningga return deb mana oldiga wall deb qurib qo'yaylik. Shuna qilsak, yana ishlataylik. Slider deb size deb buni qaytarib beraylik. Endi mana create fragment degan narsa. Bunun da biz bir tal fragmentdan birini qurib, shu fragmentning o'ziga biz bu yerda mana har bir betdagi rasmning adresini yo'llab bersak bo'ldi. Shunga endi har bir betdagi rasmni ko'rish uchun bir tal fragment qurib olaylik. Fragmentni qurish uchun yangi fragment deb quruq fragmentdan birini qurdik. Bu fragmentning o'zini slider fragment deb quray. Yangicha qurib bo'ldik. Qurib bo'lgandan keyin endi buningki mana bu ko'rinishini laylab olaylik biz. Fragment slider deganning ichida bu qarasanglar ichida frame layoutning ichida bir tal text view bor ekan. Biz har bir betda bir taldan rasm ko'rsatmoqchi image view. Endi buningki layout widget degan narsani ekranga to'ldirib holatda kamlikini bu ekranga to'ldirib holatda unda holatda chiqarib o'tdik. Shuning bilan bu fragmentda asosan biz shu bir tal rasmlarni ko'rsatsak bo'ldi. U ish tugadi. Endi buning id'sini biz slider image deb unda holatda qurib qo'yaylik. Endi biz mana bu qurib olgan fragmentimizning ichida nima ishlatish uchun, binding ishlatish uchun home fragmentning ichidagi binding guide narsani ko'chirib kelaylik. Normalda bizniki o'zimiz qurgan fragmentlarning ichida bindingni uzatib olmaydi. Lekin app bilan birga qurilgan home fragmentning ichida bo'ladi. Shunga ashuna ichidagi narsani ko'chirib ekilib o'xshash usulda binding qurib olsak bo'ldi. Slider fragmentning ichiga biz mana bu binding izolaymiz. Bu bindingimiz fragment home'ning emas, fragment nimaninki? Fragment sliderninki.
binding. Endi bu holatda buni izolib olgandan keyin mana bu home fragmentning on create view degan qarasanglar, avval bindingni birini qurib oladi. Ondan mana bu root degan narsani bu holatda berib, ondan return root deb holatda ishlatadi normalda. Shunga bizim o'xshash usulda bu on create view deganning ishiga ash kodni kirib olaylik. Mana bu fragment home emas, fragment limiti. Bizningki mana fragment slider. Fragment slider. Binding deb inflate deb bu holatda bindingni qurdik. Ondan root deganni binding root dedik. Ondan return deb bu yerda shu root degan narsani qaytarib bersak, endi bu bindingni biz ishlatadigan bo'lamiz. Biz har qanday bir fragmentni qurgan vaqtimizda bunun qarasanglar mandaq parametrning ikkini bizga avtomatik izolab turdi. Biz endi bu parametrlarni bir tal parametr ishlatamiz ma'noda. Bir talni qo'yib qo'yib turay. Bir talni qo'yib qo'yibman. Endi mana bu companion object degan narsa har qanday sirtdagi bir klassdan biz normal fragmentni ziyorat qilsa, shu ziyorat qila oladigan bu obyektni shu companion object deb izolaydi. Yangidan qurgan vaqtning o'zida bu fragmentning o'ziga bir tal parametrning o'zini qo'shib, buni on create deganning ichida ishlatgan bo'ldi holatda bundaq qilib ko'rdi. Biz endi bu parametrning nima ekanligini aniq bilish uchun shu image URL deb qo'yay. O'sha rasmning adresi degan narsani biz saqlab olsak bo'ladi bunda. Shunga holatda izolab qo'ydim. Mana bu image URL dedim. Ondan mana bu rasmninki adresi deb holatda yap qo'yayman. Holatda olsak, endi bizningki bu yerda kelgan narsaningki nima ekanligini aniqroq bilalaymiz. Shunga endi mana bu rasmni bu yerda image URL deb biz elib olsak, elib olgan rasmning o'zini mana on create view deganning ichida ko'rsatib bersak bo'ldi. Biz rasm ko'rsatish uchun qanday qilamiz desanglar, Picasso degan ombani ishlatdik. Picasso deganninki get degan orqali endi load degan ishlatamiz. Load deganning ichida biz mana bu tor adresini berishimizga to'g'ri keldi. Tor adresi degan narsa rasmning adresi va yatim biz mana bu nimada postmanda ko'rganimizdek bu sliderninki har bir rasmning adresi bu yerda bunday shaklda keladi. Endi buningga biz motor bekitimizning adresini qo'shib etsak, endi bu haliqi normal biz ko'rinadigan bo'ladi. Shunga adresini yozish uchun avval mana ishiga biz bir tal host URL deb bizningki tor bekitimizningki adresini yozib olaylik. Mana bizning tor bekitimizning adresini bu yerga xotirlab qo'ydik. Endi bundan keyin ishlatmoqchi bo'lsam, shu host URL degan narsani ishlatsak bo'ldi. Endi mana bu fragmentning ichida load deb buning ichiga men shu host URL degan narsani host URL bundan keyin image URL deb holatda bersak, mana bizning tor bekat adresimizning keyiniga mana rasmning adresini qo'shib berdi. Shunda bo'lgan chog'da mana to'liq adres bo'lib, endi bu rasmni ko'rsatib beradigan bo'ldi. Endi mana slider fragment degan narsa bunday laylab bo'lgandan keyin biz bu yerda
Yeni fragment kuruştan burun avval aş resimning adresini ilib olaylik. Resimning adresini qanday qilamiz desanglar, image URL degan narsani biz shu sliders deganninki get deb position deb olgandan keyin image deganni olsak resimning adresini olgan bo'lamiz. Endi bu resimning adresini biz yangi qurgan shu slider fragment o'tkazib berishimizga to'g'ri keladi. Shunga bu yerda slider fragmentdan birini quray. Slider fragment degan narsamizning o'zi tang slider fragment deb buni new instance deb qursak, buning ichida ikki tal parametr turdi. Mana slider fragmentniki new instance deganning ichidagi ikkinchi parametrni qoldirib o'tay bu yerda. Qoldirib o'tdim. Endi mani image URL deb qo'yib turay. Taqsam image URL. Endi biz shu resimninki adresini mana fragmentni qurgan vaqtimizda ma'noga o'tkazib beradigan bo'ldi bu holatda qilsak. Endi adapterning ichida new instance desak, hozir bu yerdan ikki tal parametr ko'rinib qolgan, bir tal parametr bor bo'ldi. Bu parametr shu image URL degan narsaning o'zini yo'llab bersak, bu quruq bo'lib qolsa, biz mana quruq string o'tkazib beradigan holatda mundaq qurib turaylik. Bu holat qurib bo'lgandan keyin returnda slider fragment deganni yo'llab o'tdik. Shuning bilan bizningki dastlabki betning eng ustidagi serialninki loyihasi bitgan bo'ldi. Biz ham daha kodning to'g'ri ishlaydigan ishlaydiganligini sinash uchun mana bu home fragmentning ichidagi text view bu degan narsani biz o'chirib o'tgan bo'lyapti. Shuni buni erishib turaylik. Erishib turib, endi bosh betninki view page deganga adapter quramiz. Adapterni slider adapter deb buningga 3 tal parametr bor. Birisiga slidersni berishimiz kerak. Yerda private var deb sliders degan narsaning o'zi holatda holatda qurib oldik. İkinci parametri child fragment manager dedik. Ondan üçüncü elementini life cycle degan narsani bersak bo'ladi. 3 ta parametrni berib bo'ldik. Endi biz sonliq ma'lumotlarni bu adresni ekilish uchun bundaq bir model qurib olishimiz to'g'ri keldi. Bir tal element qurib, buning ichida author, sliders, books, posts, cats degan narsa bo'lishi kerak. Endi biz hozir sliders degan narsani sinab bakmoqchi. Shunga bir tal obyekt quraylik. Buning ichida sliders deb shu sliderlardan tuzilgan bir qator yoki listni tarkib topgan bir tal elementi bor modeldan birini qurib olaylik. Bu modelni qanday quramiz desanglar, bu yerda data class deb biz kitap xumar deb bir obyekt quraylik. Bu obyektning birinci a'zosi nim bo'lsin desanglar, sliders bo'lsin. Sliders olsun. Bunun tipi list bu slider olsun. Bu holatda bir narsa yozib qo'ysak, biz mana
bundan qaytgan elementni elib alaymiz. Hozircha bizning boshqa avtorlar, kitoblar degan narsa bilan ishimiz yo'q. Dastlabki slayddan sinaydigan bo'lgan ekan, mush bo'yicha sinab turaylik. Obyektni qurib bo'ldik. Obyektni qurib bo'lgandan keyin biz sonliq ma'lumotlarni elish uchun bu dastlabda qilishga tegishli ishlamizning ichida mana ko'rsanglar. Hozir serial batchni view pager qildik. Bir tal state adapter qurdik. Har bir batch uchun fragmentlar ayirdik. Demak, serial rasm degan narsa tugadi. Endi buni tugatib bo'lgandan keyin uni sinash uchun biz sonliq ma'lumot modeli qurib oldik hozir. Model to'liq qurilib bo'lanmadi. Chaliq qilgan bo'lsa-mu, sinoqdek model qurdik. Hamda bir view modelining ichida biz bu sonliq ma'lumotlarni ekildigan kod edishimiz to'g'ri keldi. Shunga Meyaga men bir tal view model quray. View modelini qanday quramiz desanglar, bu yerda Kotlin klassdan birini quramiz. Buning ismi data view model olsun. Hamda view modelning tipi view model. Bu view model degan klassga varislik qilish kerak. Hamda buning ichida biz bir tal live data deb bunun tipi holatda bo'lgan obyektdan birini izolab olaylik dastlabda. Buni izolab bo'lgandan keyin buni val deb izolashimiz to'g'ri kelgan. Buningga qimmat yo'llash uchun mutable desak, qimmat yo'llanmaydi, o'zgartirilmaydi. Holat qilib bo'lgandan keyin biz bir tal get request yozamiz. Get all deb. Get requestni qanday yozamiz desanglar, avval clientdan birini quramiz. Ondan request'dan birini quramiz. Biz bayatın host URL degan narsani izolab bo'lgan. Host URLning ostidagi API'ning ichidagi all degan narsani kelsak bo'ldi. Ondan build deb, endi biz client degandan keyin new call deb buning ichiga o'sha requestni yozsak bo'ldi. Endi bunda qaytgan narsani konsol rayonida ko'rsatsak bo'ldi. Agar qalbli ko'p qolsa, olgan JSON stringni kitob xamardan kelgan ma'lumotlarimiz JSON deb JSON str deganni kitob xamar degan shu modelimiz bo'yicha ish pas bo'ldi bizga. Biz ip bo'lgandan keyin kitob xamar degan ama ustidagi mutable live data deb izolab qo'ygan narsamizga buni ip pasak bo'ldi. Shuning bilan bu view modelini ichida qilgan ishimiz tugadi. Endi bu tugab bo'lgandan keyin biz main activity'ning o'zida view'ni qurib bo'lgandan keyin nima ish qilamiz desanglar, avval bu yerda view modeldan birini izolab olamiz. Late int var deb view model dey, buna data view model tamam holat bo'lsin. Endi view model deganning o'zini view model provider deb, endi buning tipi bizning shu qurib olgan data view model deganninki shu klassning tipida bo'lsa bo'ldi. Bu holatda view modelni qurib bo'ldik. View modelni qurib olgandan keyin view modelninki
get all degan narsani ishlasak, bizningki sonliq ma'lumotlarimizning hammasi bu tordan keladi. O kelib bo'lgandan keyin biz endi fragmentning ichida home fragmentning ichida mouse sliderga qimmat berishdan avval biz activity as main activity deb activityning ichidagi nimani ziyorat qilamiz desanlar view modelini ziyorat qilamiz. Hamda view modelining o'zida biz mana kitobxonlar degan zalab qo'ygan mutable data degan narsaning o'ziga bir observer qurib olsak, buningki ilgisi observerninki shu activity bo'lsin. Endi unda qaytib kelgan narsaning o'zini biz bu yerda hamda slider degan narsa, kitobxonlar degan elementning ichidagi slider degan narsaning o'zi deb ma'lumot bildirib qilsak bo'ldi. Hamda bu null bo'lib qolmaslik uchun, quruq bo'lib qolmaslik uchun deb buning slider deganni let deb buning ichiga buni evasak, ancha daq chiqmaydi. Type array deyli. Mau list alet doğan iken listni biz arrayga aylantirib etdik. Endi ijro qilib boqaylik. Bu ijro qilsak chekinib ketdi. Endi maronning ichiga kirib biz qayta ijro qilib xatolikni ko'rib boqaylik. Hozir mana chiqqan xatolik qilsak, bu xatolikda nima deydi desanglar, mana view model degan narsa texi dastlableştirilmagan, bunun qimmat berilmay turib ishlatilgan deydi. Main activity'ning 22-qurdiki deydi. Qarasak, view modelde biz buni view modelni mana activity'ninki on create deganninki eng ostiga bergan to'q. Buni view'lar qurilishining oldida sonliq ma'lumotlarni tatib view modelini quradigan qilsak, bu xatolik o'ngishlishi mumkin. Ko'rib boqaylik. Hozir bunda ham xatolik chiqmadi, lekin mana serial o'shanchalik rasmni ko'rilmadi. Ham bu rasmni ko'rsatish kodimiz chataqvami biz mana bu slider fragmentning o'zini ko'rib boqaylik. Slider fragmentning o'zida biz Picasso get dedik, load dedik. Bu rasmda nimaning ichida ko'rsatishni demabdik. Shunga bu into deb bu yerga binding slider image deysek, andan keyin biz izolagan image view'ning ichida ko'rinadigan bo'ldi. Endi qarasak hozir bu slider normal ko'rinadigan bo'ldi. Endi sliderninki mana bu qanchinchi rasmda ekanligini ko'rsatish uchun biz endi mana tab layout deb home fragmentning ichida bir narsa qurgan to'q. Mana tab layout degan qarasanglar, buningki mana tab background degan narsani biz yoshirib yozib turgan to'q. Shunga endi ashnasining o'zini biz qurib qo'ysak, anandaki bu qanchinchi o'rinda ekanligi aniq chiqadi. Uni biz yenlam GitHub projektini ko'chirib kelaylik. GitHub projektining ichida mana source deganning ichidagi mana resource Jobl degan narsa qarasak, buningda mana dot deb 3 ta narsa bor. Shu sliderning chekitini bildirib qo'ygan narsalar bu. Bu nimalar desanglar, birisi mana bu normal holatda serialda ko'rinadigan chekit mana bu. Andan keyin qaysi bet tanlansa, shu betda ko'rinadigan chekit mana bu. Endi bu ikkisini birlashtirib mana bu XML hujjatning ichida ko'rsatamiz. Shunga 3 ta hujjatni ko'chirishimizga to'g'ri keldi.
dot normal degan narsaning o'zini bir ko'chirayman. Buni ko'chirib bizning trouble degan ichiga bir tal nima qurayli. Trouble resource tab buni dot normal holatda ko'rinadigan cheket. Kodni yapıştırsak bu faqat bir tal cheket shu. Alayda bir narsam yo'q buningda. Hem ikkinchi birisi tanlangan vaqtdagi cheket. Shunga dot select degan bu tanlangan holatdagi cheket. Endi bu kulrang cheket bo'lsa, oq cheket bo'lsa ham bo'ladi. Shunga uningga yana bir tal resource qurayli. Bu dot select olsun. Select. Bu qarasanglar, buning rengi oq, buning rengi kulrang. Qag'ir o'xshaydi. Endi bu ikkisini birlashtirgan narsa dot background degan narsa saqlagan. Shunga uchinchi bir resource uchun qurib, buni chekitninki ko'rinishi deb saqlab qo'yaylik. Dot background deb, endi buning qurilmasiga qarasanglar, faqat birisi 6 tanlangan holatda bo'lgan vaqtda dot select degan ko'rsatib qo'ydik. Ikkinchi birisi 6 hech qanday zararlanmagan bo'lsa, bu normal holat bo'ldi. Shu normal holatda dot normal degan ko'rsatadigan, tanlangan holatda dot select degan ko'rsatadigan bir tal oq ko'rinish XML hujjatini tayyorlab oldik. Endi bu hujjatning ismi dot background. Buni ismimizni tutib olgandan keyin biz shu layoutning ichiga ya'ni bu home fragmentdagi layoutninki tab layout deganninki background deb bossanglar, tab background deb xoslik bor. Shu tab background deganga dot background degan tanlab qo'ysak, endi slayderninki qaysi bet tanlansa, shu betning chekiti yo'raydigan holatda aniq chiqadi. To'g'ri. Biz bu tab layout bilan view page'ni bog'laydigan kodni yozmoqdik. Bu kodni yozaylik. Biz adapterni bekitib qo'ygandan keyin, belgilab qo'ygandan keyin, endi bu yerda tab layout meditator degan narsa orqali biz binding deganninki tab layout deganni tanlab qo'ysak bo'ldi. Ondan view pager degan narsamiz bindingninki view page'ni tanlaymiz. Buningki normalda tab bilan position deb ikki tal parametr bo'ladi. Biz bu qaysi o'ringa qanday qilish degandek bir narsani hozircha o'ylashmaymiz. Shunga uni yozib qo'yganimiz attach deganni berib bersak, ondan tab layout bilan bizning view pager bog'langan bo'ladi. Buni bog'lab qo'ygandan keyin endi qarab boqaylik. Endi qarasanglar, bu qaysi rasmning tanlanganligi aniq chiqadigan bo'ldi. Biz ders vaqtini uzun bo'lib ketmaslik uchun keyingi mazmunga yana bir video tuzaylik. Bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Allohga emanet.